Shunday savol bilan murojaat etishgan barcha tashkilotlarda mehnatni muhofaza qilish bo'yicha doimiy faoliyat yurituvchi imtihon komissiyasi tashkil etiladimi? Qisqa javob: ha. Endi bunga biroz aniqlik kiritamiz. Buning uchun biz Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 24-dekabrdagi 819-son qaroriga 2-ilovada tasdiqlangan nizomning 3-bob 1-paragraf 19-bandiga murojaat etamiz. Bu yerda yozilishicha, tashkilotlarda doimiy faoliyat yurituvchi imtihon komissiyasi tashkil etiladi deb qat'iy belgilangan. Lekin keyingi xat boshini o'qiydigan bo'lsak, u yerda ko'rsatilishiga ko'ra, faoliyati turlarining xavflilik darajasi birinchi toifaga mansub bo'lgan tashkilotlarda doimiy faoliyat yurituvchi imtihon komissiyasini tashkil etish tashkilotning kasaba uyushmasi qo'mitasi yoki xodimlarning boshqa vakillik organi bilan kelishilgan holda tashkilot rahbari tomonidan mustaqil hal etiladi. Tashkilotning xavflilik darajasini aniqlashda Vazirlar Mahkamasining 177-son qarori 2009-yil 27-iyunda qabul qilingan. Shunga murojaat etamiz va bunda ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari haqida aniq normalar belgilangan va biz u yerda xavflilik darajalarini, demak, toifalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, xavflilik darajasini aniqlashda biz hozirgi kunda vaqtincha 177-qarorga murojaat etamiz. Kelgusida agar yangi normalar kiritilsa, albatta bu haqda biz sizga xabar berib boramiz.